Riyokor bo'lmang. Anchadan beri ko'rishmayotgan qishloqda turadigan qarindoshimiz olamdan o'tganlari haqida xabar keldi. G'arib, kambag'al ayol edilar. Qachon hol so'rasak doim hammasi yaxshi, juda yaxshi derdilar. Biz uchun ham u kishida hammasi bir tekisda edi. Asl holat esa marhumning xonadoniga borganimizda hammasi ayon bo'ldi. Hovli joylari juda eski, farzandlarining kiyimlari ham juda xarob ahvolda edi. Rahmim kelib ketdi, achinib ketdim. Shunday ham yashash mumkinmi? Biror marta shikoyat qilmabdilar. Betobliklari haqida ham aytmabdilar. Marosimlar o'tayotgan kezda qizlari bilan suhbatlashib qoldim. Nega ahvollarini aytmadinglar? Nega biz bilmadik? Nega bunchalar holat ekanligidan bexabar qoldik? Dedim. Qizlarining javobi meni hayratimni oshirib, tushkunligimni beshbattar qildi. Opa, uni qo'ya turing. Facebookka siz qo'ygan rasmlaringizni ba'zilarini onamga ko'rsatgandim. Dubayga, Misrga borganingizni, Istanbuldagi sayohatingizni, eng chiroyli restoranlarda tanovul qilganingizni, Yevropaga uchganingizni, butik do'konlaridan kiyim xarid qilganingizni. Ba'zan opang nima qilyapti ekan, sahifasini ochib ko'rsatchi, deb qolardilar. Oxirgi paytlar rasmlaringizni ko'rsatgim ham kelmay qoldi. Chunki sizni shohona hayotingizni har safar ko'rganidan keyin kimlardir hayotida kamchiliksiz xohlagan yeriga boradi, istagan kiyimini kiyib ko'ngli tusaganini olib yuribdi. Nega menda bularning birortasi ham yo'q? Nega meni umrim faqat qiyinchilik, yetishmovchilikda o'tyapti? Yo odam emasmanmi? Yo yaxshi yashashga mening haqqim yo'qmi? Men ham odamman-ku, deb siqilib qolardilar. Umrlarining oxirigacha sizni rasmlaringizni, yashashingizni rasmlaringiz orqali tomosha qilib, ezilib o'tdilar. Rasmlarni bekor ko'rsatibman deb yig'lab yubordi. Men dahshatga tushdim, karaxt edim. Tillarim karaxt, hushim karaxt, o'zim karaxt edim. Tasalli uchun biror so'z, kalom topa olmadim. O'sha kundan keyin qarindoshimning o'limiga mening o'zimni aybdor ko'ra boshladim. Uyga keliboq sahifalarimga qo'yilgan rasmlarimni hammasini o'chirdim. Restoranlar ham, kurortlar ham, Dubayu Misrlar ham ketdi. Qaytib bunday rasm qo'ymayman deb ahd qildim. Ba'zan shunday farog'atda yashayotganlarni suratga olib qo'yayotganlarga ko'zim tushib qoladi. Qo'ymang. Sizdan ham g'aribroq odamlar bor. Ularda ham ko'ngil bor. Ko'ngillarini yanchmang degim keladi. Har safar sayohatga borganimda, kiyim olganimda, restoranga kirganimda o'sha qarindoshim esimga keladi.